Menga qarash. Chempionni yaxshi kutib olish kerak. Sen to'nni kiydirsan, sen qancha joy. Zarra nima qilasan sen? Mashina topdim rasmi. Ana keldi. Bura keldi. Tabriklayman. Malades. Malades chempion. Siz mahallamiz faxrisiz. Faxrimiz faxrisiz. Bitta o'pi. Ya o'g'il bolasini mark etdi. Zo'r gap yo'q. Jangingizni ko'rdim. Bugun kelganingiz yaxshi bo'ldi. Ertaga Kakras mahallamizda balli qizlar tadbiri bo'lyapti. Borib o'tirasiz hakam bo'lsangiz, bo'ptimi? Uzr raismi, ertaga trenirovkam bor. Qanaqa trenirovka siz mahallani faxri yuzisiz. Borasiz bunaqa tadbirlarga. Ya ana osh keldi. Olib keling. Mana shu yerda. Mana qo'y. Super kelajak orzular. Ana tadbirimiz yoqyaptimi? Yaxshi-yu, va trenirovkaga ketishim kerak, rais bu. Ya qanaqa trenirovka? Bundan keyin Sadir tug'ilgan kuni oshga boramiz, tiqamiz. Sen ukang o'qishga topshiryaptimi? IMF'ga o'qish topshiryapti, rais bu. Ularda 50%, 75%, 100% grant bor ekan. Shart faqat kunduzgi ta'lim shakliga offlayn imtihon topshirsa bo'ldi ekan. Xudo xohlasa 100% grantga kirib ketadi, rais bu. Malades. O'qish kerak. Yuron chempionga kirib chiqaylik. Bo'ldi, ketdik. Assalomu alaykum, chempionimiz, faxrimiz, yaxshimisiz? Kakras uyda ekansiz. Bugun mahallada sumalay sayli bo'lyapti. O'shanga chiqasiz, taklif qilgan keldim. Yo, trenirovkam bor, rais bu. Kechayam o'zi bora olmadim trenirovkaga. Jangim bor yaqinda. Kibr bo'lmang, bitta ringni yutib qo'yib kibr bo'lmang. Anaqa kim odam qildi siz? Mash mahalla odam qildim, mash mahalla ko'tardimi siz? Bunaqa ishlarda faol bo'lish kerak. Bo'ling tezroq chiqing, kutib turaman. Hozir chiqing. 45 ta tog'ora qilish kerak. 40 ta deyilgandi-yu, rais bu. 5 tasi meni uyimga. Assalomu alaykum, rais bu. Ye? Chala chempioni kelishi qarang. Ay ko'rdim kecha jangingizni bir or-nomusga sharmandaga o'ldirishni, mahallani ko'mdingiz, yutqazganingiz qarang. Tagiga tushib olaveradi. Yomon bir tagiga tushishga ish qilib olgansiz, sharmanda qildingiz. Aslida hammasiga siz aybdorsiz. Men trenirovka qilaman desam, ochilish bor, bayram bor. Biron marta trenirovka qilmadim. Bilasizmi? Hammasiga siz aybdorsiz. Ye? Ey, tadbirni bahona qilmang, o'rtoqlaringizmi oshib yuravergan trenirovka qilmasdan. O'shaning uchun yutqaziz, tushundingizmi? Manmi? Faqat siz bilan yurdim-ku. Bo'pti, endi bo'lar ish bo'ldi. Kiyimingizni almashtirib chiqing. Nimaga? Uni Shokir farzandli bo'lgan chaqaloq chiqtiga boramiz.